Dostluğu kanalının көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар, бүгүн 4-май 2022 жыл жаңы оокаттагы жылкы базардагы жылкы баалары менен, тай, кунан баалары менен сиздер менен бөлүшүп өтөбүз. Андыктан сиздер биздин каналдан алыстабай көрүп, видео жаккан болсо лайкты басып, каналга подписаться кнопкасын басып, колдоо иретинде туруңуздар туугандар, көрүп туруңуздар мынакей. Мынакей атты караңыз агай. Ya assalamu alaikum. Attın kuşlusu kança eken bağısı? 500 bin soğum. Bana biraz şalvarına gel. Bunun yaşı kança da mı? 4 yaşar. Kaçlı yerin adı bu? Canlı katı koy. Bu paradası kanday bu koladı şimdi? Koltiyaj be. Bana gel. 500 bin soğum eken toğanda. Kanday önerileri var hem bunun. Bar çoğu var ekenden da. Жақсы mına gel. Onlar жақсы 500 bin so'm ekan. O'ta jo'g'in, jo'lib kelishgan edi ekan to'g'ri. Haligi nima bo'ldi haligi gaplarsizmi? Mana hozir qiziqqanlarga telefon nomerini qoldirib qo'yasiz to'g'rilar. Telefon nomerini aytanda. 709 bilan 46 0090 nomerga chalib ko'rasizlar. 92 ekan oyog'i. Nega do'stlar? Bu kemi bo'ladi-da, tizadan-da. Kemi bo'layotgan to'g'rilar, suylashib ko'rasizlar. Bulatning bozi qancha ekan aka? 300 ming deyapsiz. Yashi qanday bu qoldi aka? 3 yashar. Bu Rossiyadan kelgan o'xshaydi, по-моему. 300 bin ekan to'g'anlar bunaga. Bo'yida o'ta sindirib kelishgan, tusida boshqacha ekan to'g'anlar. Yaxshi. Bunaga to'g'anlar. Baraka bulup baslasan mı ne demek? Bunaga. Bunaga. Çok sotgan o'ta. Bu danchak-panchak org'inmi demak, ha? Az. Ya telefon nomeri qoldirib qo'yaylik. Hadi 53 bilan 08 59 02 nomeri chalib ko'rasizlar to'g'rilar. 300 ming kemi bor ekan, 3 yoshda ekan. Mana. O'ta jondu. Ot ekan. Mana. Ya assalomu alaykum aka. Qandaysiz aka, yaxshimi? Bu parodasi qanday bo'lib qoldi aka? Qirg'iz yilqisi ekan to'g'rilar bunaga. Qorabay qancha yoshda aka bu? Janasi ekan to'g'rilar. Bu shunda toza qirg'iz yilqi bo'lib qoladi shunda. Toza, boz qancha ekan ham? 150 ming so'm bunaga. Ishiga sol ko'rmadingizmi? Solnalak. Bunaga. Turish ushulda. Telefon nomerini aytganda. Telefon nomerim yo'q. Yo'qmi? Bunaqa jo'q ekan. Qancha qilishdi ham aka shulatda? Qilalakmi? Bu yerda da o'ta bek jilqi turadi to'g'rilar. Assalomu alaykum. Buning bozi qancha ekan aka? 300 ming so'm bunaqa. Parodasi qanday bo'lib qoldi ham aka? Aralashpa. Rossiya ekan onda. Rossiya aralash 300 ming so'm ekan. Yashi qanday ekan? Yashi 3 ga chiqqan. Bunaqa. Bo'yida qancha? 160 dan o'tadi o'xshaydi. 65 urin. Yaxshi. O'ta yaxshi otgan to'g'rilar. To'lg'onadi ekan. Telefon nomerini aytib qo'yaylik onda. 55 bilan. Dağ 55 12 57 nomeriga chalib ko'rasizlar bunaqa. Kemi bo'lib aka?
Bu qanday neleri var aka endi? Canı meniki to'g'onlar. Aka. 3 yashar. Chaqshot. Belida jo'g'on ekan. To'xsar, bu poni erkak burvachi aka. Erkak, qanchada otasiz bolasini? 100 ming so'm. 100 ming so'm ekan to'g'onlar. Bu toydalar 100 bo'lsa kerak ekan. Bu da poni. Bu boshqacharoq o'xshaydi, bu arabskiy. Yaxshi poni 100 ming so'mdan otdi to'g'onlar. Bu arabskiy ekan. Telefon nomerini so'raysiz, hozir bergan bo'lsa olib qo'yasiz, bermasa sho'baydan olib ketaveradi. Telefon nomerini aytasiz aka? +7985 800 4126. Şu nomerga chalib söylashib ko'rasizlar to'g'onlar. Mana gel. Toylar, katta ot yo'q. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka, yaxshisiz? Toylar qanchadan o'tasiz aka? 40 tane attı. 40 ming so'm. Erkak gap bular? Erkek. 40 ming so'm. Sen tatip ettin mi? Bir varsam sonra numarımı alıp gittin bile. Yaxshi, mana 40 ming so'mdan da'vatda to'g'onlar bu. Paradasi 40 yil qilar ekan. Aytingda, telefon nomerini aytib qo'ying. 40 yil qisgan to'g'onlar 40 ming so'mdan kemi bor ekan. Joqsa söylashib, baylanishib ko'rasizlar to'g'onlar. Bunu yaktan tatkın hem mi? Voy. Yaxshi. No telefon nomeri 0558 68 55 59 nomeriga chalib ko'rasizlar. Kemi bo'layotgan to'g'onlar. Qora bayir jilqisgan. 40 yil qilsa deb qo'ysak da bo'ladi bunaga. 40 ming so'mdan kemi bor ekan. Sizniki urg'achi va? Erkak. Qanchada odasiz bor? Kaltatay. Kaltatay. Mingimi o'shanda? Mingi. Boz qancha ekan endi? 60 ming so'm ekan bunaga. O'ta yaxshi. Qancha qilishdi? 45 mingga bermadingiz. Yaxshi. 45 ming so'mga sotib oldim deydi. To'g'onlar. Bu yoqda da o'ta qulon o'xshaydi to'g'onlar menimcha. Bu yoshi qanday aka? Bu yoshi 2 yoshda. 2 yoshmi? Qulon ekanda. Bu qanday bo'lib qoldi paradasi? Baytal a? Baytal be ekan to'g'onlar. Aka. Bosin qancha dedingiz? Bosin 140 to'g'da. 140 ming so'm ekan, baytal ekan to'g'onlar. Yaxshi. Bu janobi nima emasmi? Motqosim polvon nimasi emasmi? Yo'q. Shongu. Bo'ldi. Janobi Motqosim akamizni nima ekan to'g'onlar? Jilqilar ekan. Telefon nomerini ayting aka. 479 ming 59 99 50. Mana chalib ko'rasizlar to'g'onlar, qiziqqanlarga. Telefon nomerini olib qo'ydik. Qulon ekan, 2 yosh. Yaxshi mana. Notning bozi qancha ekan endi? Qancha odasiz aka? 100 ming so'm. Bu yosh qanday bo'lib qoldi aka? 2 yosh. Qulon ekan bunda. 100 ming so'm da'vatda to'g'onlar. Ming ekan aka. 100 ming so'm da'vatda aka. Paradasi qanday bo'lib qoldi endi aka? Bilmaysiz. Menimcha Rossiya organ o'xshaydi, danchakpi. Telefon nomerini aytasiz bunda? 71 million. Shu nomerga chalib ko'rasizlar bunaga. 100 ming so'm da'vatda to'g'onlar. $1000 o'ydo'ra bo'lib qolayotgan. Yaxshi. Nega? Sinida o'zgacha ekan to'g'onlar. Yaxshi. Bunalar kimdan ekan? Bilmadim egasi. Egasi yo'q ekanda. Egasi yo'q ekan, baylab. Yaxshi otganda. Otlardan biri ekan. Qashqarning bozi qancha ekan aka? 100 otasiz. Yoshi qanday bo'lib qoldi endi aka? 2 yoshar, 100 ming so'mga otdim aka. Qo'li uzun ekan. Bunaga toylardi. So'raychi men, ha? Assalomu alaykum aka.
toylarni qanchadan otasiz aka? 60 tane. 60 ming so'mdan ekan. Bular erkakda shunda? Erkak. 60 ming so'mdan. Bularning parodasi qanday bo'lib qoldi aka? Bular Bishkek. Bishkek, kelgan Bishkekdan. Bishkekdan keldi nimaga 60 ming so'mdan. Telefon qoldirib qo'ying unda qiziqqanlarga. 59 ming. Aha. 38 38 90. Shu nomerga chalib ko'rasizlar to'g'onlar bularga. Toylarni ko'ringizlar. Mana bu yerda dag'i. Bunun jashi qanday bo'lib qoldi aka? Avgustga bir yaş bo'ladi. Boz qancha ekan? 110. 110 ming so'm. Telefonlar. Bu parodasi Rossiyadan kelgan. kelgan, ha? O'zgacha ekan to'g'onlar bularga. Telefonni aytasizmi bunda? 772 Aha. 30 43 17. Shu nomerga chalib ko'rasizlar to'g'onlar. Çok sotgan. Boz qancha ekan? 60 ming so'm ekan bularga. Bularga. Ya bunun jashi qanday taqsir? Maşallah bularga. Taqsirning boğası qancha ekan? Boğaz qancha ekan boğası? Boğasini aytib qo'ying. 100 ming so'm deyapti. 100 ming so'm ekan shu. Video bu? Video ekan aka. Verdi aka shu. Qancha verdi shu aka? 26 ming so'm bularga. Berib aytadi 26 mingga. Ya bu boğaz qancha ekan bu taqsir? 150 otasizmi? Nimaga 150 ming so'm deyapti. Jash qanday bo'lib qoldi aka? 8 yasharmi? 150 ming so'm deyapti. Bu mingga o'xshaydi aka. Mingga emasmi? Olib kimdan aka? Sizdanmi? Sizlar qancha ekan boğaz aka? 150 otasizmi? Jash qanday aka? 5 olsiz. Neler bor aka bu otning? Tishi ham bor. Yaxshi. Bu yerda bo'lsa kerak bu otmi? Bo'lsa kerak, uyini sira oldi. Qasli yerni otga bu? Ushobdi. Aka. Telefon nomerini qoldirib qo'yaymi aka? Qoldirib qo'yasa? 71 milyon. 71 bilan. 20 90 Shu nomerni chalib ko'rasizlar. Boyda 1.65 plus o'xshaydi. Yaxshi. Ko'p ekan to'g'onlar. Bu qanday bo'lib qoldi aka parodasi? Qirg'iz yilqilabi? Qirg'iz yilqisi ekan to'g'onlar bularga. To'g'onlar, men ot jabduqlarini qo'sha ketayin sizlarga. Bolalarni bilib, telefon nomerlarini qoldirib qo'yam qiziqqanlarga. Sizlar bolalarni bayqab turingizlar. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz? Omansizmi? Den sog'ligi yaxshimi? O'zing yaxshimi? Yaxshi aka. Mol ot jabduqlar bo'yicha bir nima qilib bersangiz, aytib bersangiz. Qanchadan bo'ldi, qanchadan sotiladi aka? Yaxshi. Onlar biz qaysidan boshlaymiz? Yerlardanmi, jugonlardan boshlaymiz? Jugonlardan boshlaymiz. Aha. Jugon 500 so'm. 500 so'mlik jugon ekan bular. Mana jugonda 1200 so'm. 1200 so'mdan ekan aka. Aha. Noktalar 350 so'mdan. 350 so'mdan noktalar. Hay noktalar 300 so'mdan. Basmaylar qancha endi? 500 so'm, 350, torba 200 so'm. Bular arzon qimmat ham bular. Nega arzon, nega qimmat aka? Shunda aytib qo'ying-chi. Manalar pishiq noktalar. Pishiq basmaylar. Hali kebriklar arzondan olam deganga ular tasadnay
boşroq basmaydi. Bo'ldi. Mana ham erlarga aytaylik, kelaylik qana. Eğer 3,5 ming, mana eğer 5 ming so'm. 5000 so'm. Bu жаңғақ paka. Yo'q. Qo'qondan kelgan ekanini bilmayman. Bo'ldi. Aha, bunalarcha bu. To'qimdor 800 dan. 800 so'mdan 1000 so'mgacha ekan. Mana to'qimdor 450 so'm. 450 so'mga kelmagan. Жақсы. Ага, туғанда. Telefon nomerini qoldirib qo'yinglar-da. 0770 42 02 40. Uşul nomerga chaylab baylanib ko'rasa tuğanlar. Meni ona uyda ham tegasiz qanday? Uyda ham tegan. Uyda ham tegasa? Uyda tegan. Uyda da tegetgan tuğanlar. Eğer sizler de uşul akadan olib biznes qilaman desengizler, chalib söyleshib ko'rasizlar. Optim senada berasizmi arzonroq ish qilaman deganda da. İşte arzon. Ага, tuğanlar chalib ko'rasizlar. Shunday.